Mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultayiniki qurilganligininki 20-yilligiga tekrar muborak bo'lsin. Aziz qarindoshlar, sizlarga ma'lum bo'lsa kerak, bundan 20 yil burungi dal mushu oyda, ya'ni ayni chog'da Xitoy hokimiyati tarafidan chet ellardagi milliy bo'lginchilarning ikki cho'ng lageri deb atalgan Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayi bilan Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultayininki birlashishi natijasida 2004-yili 4-oyninki 16-kuni Germaniyaninki Myunxen shahrida bugungi Dunyo Uyg'ur qurultayi barliqqa keldi. Bir qancha kundan buyon mayli dunyo qarshininki, siyosiy qarshininki yoki da'vo berish usulining qanday bo'lishidan qat'iy nazar milliy manfaatimizni, vatan millat manfaatimizni, milliy birligimizni hammadan a'lo bilib, qurultayimizninki qurilganligining 20-yilligini tabriklab, o'zininki go'zal tabriklarini va orzu tilaklarini yo'llayotgan dunyoning har qaysi joylaridagi peshqadam milliy rahbarlarimizga, peshqadam ustozlarimizga, tashkilot rahbarlarimizga, siyosiy faoliyatchilarimizga va keng avam xalqimizga Dunyo Uyg'ur qurultayi nomidan tekrar minnatdorligimni bildiraman. Va Dunyo Uyg'ur qurultayininki tashkiliy ishlarga mas'ul ma'mur raisi bo'lish suhbatim bilan mushu Dunyo Uyg'ur qurultayininki barliq kelishida muhim rol o'ynagan ve qurultay qurilgandan toki hozirga qadar izchil turda qurultayni qo'llab kelgan qurultay tarkibidagi qarindosh tashkilotlarimizningki fidokor, jasur rahbarlariga, rahbarlik hay'ati a'zolariga va shundaqla har qaysi ellarda yashayotgan butun Uyg'ur jamoatlariga ve yani shundaqla qurultayimiz bilan izchil turda hamkorlik munosabati o'rnatib kelgan bütün tashkilotlarimizga reisimiz Dolqun Aysa efendim ve qurultay nomidan tekrar minnatdorligimni bildiraman. Aziz qarindoshlar, Dunyo Uyg'ur qurultayi 5-oyninki 3-kundan 5-kunigacha qurultayimizning qurilganligininki 20 yilligini xotirlash murosimini o'tkazish oldi turdi. Germaniyaning Myunxen shahrida, Germaniyaninki Myunxen shahridagi Uyg'ur jamoati, ya'ni fidokor, mehmondo'st Uyg'ur jamoati bu 5-oyning 3-kuni o'tkaziladigan murosimiga qatnashish uchun 20 dan ortiq davlatdan kelgan 300 dan ortiq aziz mehmonimizni kutilish uchun jiddiy safarbarlik o'tdi ve bu aziz mehmonlarimizningki kelishini to'rt ko'z bilan taqozolik bilan kutib o'tdi. Men Myunxen Uyg'ur jamoatining bir nafar a'zosi bo'lish bilan bütün ellerden keladigan bu aziz mehmonlarimizni men albatta to'rt ko'z bilan kutaman. Tekrar qurultayimizningki qurilganligininki 20-yillik muborak bo'lsin ve aziz mehmonlar bilan 5-oyning 3-kuni Germaniyaninki qadimiy shahri, ya'ni Yevropaning eng asosiy sayohat nuqtalaridan biri hisoblangan Myunxen shahrida ko'rishishga omon bo'linglar. Dunyo Uyg'ur qurultayining 20-yilini qutlayman. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi zaman Uyg'ur milliy ozod harakatining yo'lboshchisi bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultayining 20 yillik to'yi muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Bütün dunyodagi barliq aziz qarindoshlar, men jazo lager shoiri Qalbnur Sidiqdan sizlarga o'tliq salom. Men oldi bilan Dunyo Uyg'ur qurultayi qurilganligining 20 yilligini qizg'in tabriklayman. Men Yevropaga chiqib bu 5 yil jarayonida Dunyo Uyg'ur qurultayi rahbarlarining
to'g'ri strategiyasi bilan ilib borgan faoliyatlar natijasida men va boshqa lager shohidlari Londondagi Uyg'ur sotiga guvohlik berib, sotning Xitoy hukumatining Uyg'urlar yuzasidan qirg'inchiligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat degan qarorlar chiqishiga sababchi bo'ldik. Bunun natijasida yana Yevropadagi 10 dan ortiq davlat parlamentlarida buni e'tirof qildi va qarorlarni chiqardi. Biz lager shohidlari bo'libmi men Dünya Uyg'ur qurultiyi o'rlashtirgan faoliyatlarga eng ko'p qatnashgan biri bo'lib sifatim bilan Dünya Uyg'ur qurultiyining BDTga a'zo har qanday bir davlatdek diplomatiya, siyosiy va lobbichilik sahnlarida faoliyat olib berib va kundan kunga kuchayib har qaysi davlatlarning bo'libmi demokrat davlatlarning e'tirof qilishiga va qo'llashiga erishayotganligiga shohid bo'ldim. Bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur qurultiyining bundan keyingi barliq xizmatlariga utuq tilayman. 3 may Germaniyaning Myunxen shahrida Dünya Uyg'ur qurultiyining 20 yillik xotira kunida ko'rishaylik. Dünya Uyghur Kurultayı kurulğanlığının 20. yılı mübarek olsun. Kurultayımız kurulğan günden bugünküçilik halkada Uyghur halkının avazı bulup geldi. Şarkı Türkistan meselesinin halkaralaşıda intayın çoğun töhfə koştu. Kurultay kurulğandan bugünküçilik reislikiden bütün organlarda hizmet kılıp gelgen barlıq çoğullarımızga, siyasiyonlarımızga ve septaşlarımızga çın kalbimden rahmet eytime. Ahırkı nişanımız boğan Şarkı Türkistan'ın müstakilliğinden ibaret bu uluklar yolda texmi köp töhbelerini koşuşunu ve ahırkı neticini kolgu keltiriş üçün bar gücü bilen tirişişini ve işlişini ümit kılıma. Rahmet. Ben Yaponiya Uyghur Cemiyeti'nin Mavi Reis Savut Mehmet Bulme, Kurultayımızın kurulğanlığının 20 yıllıkını kızgın tebrikleymen. Assalamu alaykum dünyanın her qaysi joylaridagi aziz vatandoshlar. Dünya Uyg'ur qurultayining qurilganligining 20 yilligini albatta Uyg'ur jamiyati bo'lishimiz bilan qizg'in tabriklaymiz. Va men Mukarram Qurban Dünya Uyg'ur qurultayini izchil, taranmay qo'llab kelayotgan bir aktiv qo'llovchi bo'lishim bilan bu qutlug' kunimizni chin yurakdan tabriklayman. Dünya Uyg'ur qurultayi qurilgandan bugun qadar ajr singan hurmatli peshqadamlarimga va sabdoshlarimga rahmatimni bildiraman. Dünya Uyg'ur qurultayi ona vatanimiz Sharqi Turkistonning mustaqilligini qaytirib kelish uchun diasporadagi bütün Uyg'urlar bilan birlikda jam bo'lib umum bir kuch bo'lib bu muqaddas nishonga yetish uchun to'xtamay kurash qilib kelayotgan va shu kurash natijalari bilan dunyo miqyosida bir kishilik o'rin egallagan va dunyoning diqqatini o'ziga tortgan birdan bir tashkilotimiz. Biz Dünya Uyg'ur qurultayi bundagi xizmatlarga utuq tilaymiz va jiroq bo'lgan kelgusida mustaqillikdan iborat bu muqaddas nishonimizga bütün xalqimiz bilan bu nishonga yetilganlikqa ishonamiz va umid qilamiz inshaalloh. Xalqimizning ozodligi, vatanimizning mustaqilligi maqsadida qurilgan Dünya Uyg'ur qurultayining 20 yilligini tabriklayman. Men Dünya Uyg'ur qurultayining qo'llovchisi bo'libmi 5 yıldan bu yanki Dünya Uyg'ur qurultayining icra heyet komitetining bir a'zosi bo'lganligimdan sharaf his qilaman. Hammalarga salom. Vatanimiz, millatimizning ozodligi, mustaqilligi uchun hammamiz Dünya Uyg'ur qurultayining rahbarligida birlashaylik. Assalamu alaykum, hurmatli dunyodagi barliq Uyg'urlar, Belgiyadagi Uyg'urlardan sizlarga o'tliq salom. Dünya Uyghur Kurultayı'nın 20 yıllık toyuna mübarek olsun. Mübarek olsun. Dünya Uyghur Kurultayı'nın kuruluşunun 20. yılını tebrik ediyorum. Doğu Türkistan'ın özgürlüğe kavuşması için bugüne kadar yapmış oldukları çalışmaları artırarak devam ettireceklerine olan inancımı paylaşmak istiyorum. Rabbim güç ve kuvvet versin.